Nejati Shashmas va O'zgu Namal Qashqirlar makoni filmida. Rollarda Selchuk Yontem, Oktay Qaynarja, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Robert, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Xabaringiz Nizomiddin Guvenchga yetkazildi. Pijama yoki biror boshqa narsa topaymi? Garchi qochoq odamga bunaqa narsa to'g'ri kelmasa ham. Yo'q, Hikmat. Shunchaki yotaman. Juda charchadim. Men chiqay unda. Ha,
Menga 20 milliard bera olasanmi? Albatta. Tinchlikmi? Levoklarni tizimini aniqladim. O'shalarni yo'q qilaman. 20 milliard bilanmi? Oz pulmi? Sizlar million dollar bilan ishlaganlaring uchun pulni qadrini unutdinglar. Hikmat, charchadim dedim. Sen meni ham aniqlay olmading-ku, ularni qanday aniqlading? Sen shunday o'ylayver. Men anchadan beri bilardim. Qo'ysangchi. Aravachada bekorga qaysarlik qilib o'tirdimmi? Seni gapirtirish uchun. Itarsan-chi? Itar dedim. Menimcha sen o'zing yura olasan. Po'lat, bunisi endi ortiqcha. Ortiqchami? Sal oldin eshikdan chiqayotganda oyog'ini qimirlatgan Hikmatni qilgani ayb emas-u, bizniki aybmi? Seni bu yerda tashlab ketaman. O'zing yurib ketasan. Endi o'z oyoqlaring bilan yur. Erkak bo'lsang qochma. Qochmayapman Hikmat. Erkak bo'lsang-ki. Sen kimsan? Men Aliman. Aslida sen kimsan? Men Aliman. Sen Ali bo'lolmaysan. Bo'lolmaysan deganing nimasi? Men o'shaman. Oho, hali sen Efe ham bo'lasan, Po'lat bo'lasan. Va qaytib yana Ali ham bo'lasanmi? Bo'lasan deganing nimasi? Men Aliman. Qo'lingdagi nima? Tumor. Meni tumorim. Unaqada sen Efesan. U Efeni tumori. Yo'q, bu meniki emas. Menga majburan berishdi. Tumor. Qoraxolidek odam buni yillar davomida saqlashlariga qanday yo'l qo'ygan? Topdim. Kodlarni eng yaqin odamining qo'lida saqlabdi. O'z qo'lidagi uzuk. Nargiz xonimning qo'vuchida tumor.
chiqyapti. Ofisiga boradi deysanmi, Abdulqay? Ko'ramiz, og'a. Bu odam do'konga qaytyaptimi deyman. Bular uyg'onish uchun soat ham ishlatisha olmaydi. Qanday uyg'onishar ekan? Aslo uyg'onisha olmaydi. Agar uyda yotishsa, bu yerda qolib ketasan, Erxan. Tamom bo'lding. Xudoga shukr chiqishdi. Qaysi birini kuzataman endi? Boshqa tomonga ketganini kuzataman albatta. Ketdik, Nevzat. Xo'p bo'ladi. Bekorga ertalabgacha kutdik. Bu odam kelib do'konni ochdi. Ana, Erxannikidan ham bittasi keldi. Nariz qayerda? Erxan qayerda? Buyuk orolga kema ketyapti, Buyuk orolga. Nima, bu odam Buyuk orolga ketyaptimi? Kınalarda büyük kadeybeli ada botu. Bu odam og'zini ham ochmayapti. Dardingni tepaga qanday tushuntirasan? Tepaga emas, pastga ham dardingni tushuntira olmaysan-ku.
Katta rahmat. Men bu yerda qoldim, ammo sizni boshingizga dard bo'lishni istamayman. Bu nima deganing qizim? Sen shundoq ham bizni qizimiz eding. Endi butunlay qizimiz bo'lding. Hamma dard senday bo'lsa edi. Rahmat. Yana ota-onali bo'ldim. Qanday yaxshi. Ey Xudo, senga yolvoraman. Jonimni ol. Meni bunday yashatma. Jonon shu yerdami? Yo'q, og'a. Qayerda topolmayapman. Bilmayman. Topishimiz kerak. Tur, tirilsang-chi. Tinchlikmi, og'a? Bu odamni yonidan ketish kerak, Po'lat aytdi. Po'lat og'ami? Senga nima bo'ldi? Arvoqdaysan. Opam yigitlardan xabar bormi? Halo. Hech kim kelgani yo'q. Kriptex qayerda? Tinchlikmi, jon Po'lat? Kriptonni tushingda ko'rdingmi? Ha. Bu ishni hal qildim. Agar meni o'sha tepaga olib chiqsa, boshqa choram yo'q, otaman. Bu yer qayer? Ichkarida kim bor? Birimiz shu yerda qolamiz, birimiz uyga yaqinroq boramiz. Seni o'ldi deb o'ylagandim. Qayerlarda yuribsan, qilich? Ishni hal qildim, Nizomiddin. Qistoviga olsang nimani gapirtirasan? Hech narsa. Eng qiyin ishni yana menga topshirishdi.
Bu odam bu yerga teshkilchi olishga keldimi? Yoki meni sezib qolib chalg'itmoqchimi? Teshkilchachi ham ketdi. Ey Xudo, o'zing yordam ber. Qaysi birini kuzatishim kerak? Teshkilchachinimi, bunimi? Voy ablaqlar. Mehnatkashlarni aloqa qilishibdi. Qachon tinchiydi hammasi? Po'latni kelishi hammasini rasvo qildi. Nima ishni hal qilding? Po'latni ishini hal qilmoqchi eding-ku. Juda yaxshi tayyorlanibdi. Shuning uchun kechikdi bu ish. Nizomiddin, meni yo'q hisoblab boshqa kelishuv qilmadingmi? Qanaqa kelishuv? Po'lat bilan kelishdingmi? Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Nega menga yolg'on gapirding? Yolg'on? Po'lat Qoraxonlikning o'g'limi deb so'ragandim, sen yo'q deding. Sen mendan eshitishni xohlaganingni so'rading. Men esa senga shu istaganingni aytdim. O'g'li ekanligini qayerdan bilding? Po'lat nega Safiyani oldi? Boshqa sababi bo'lishi mumkin emas. Faqatgina shumi? Yetishmayotgan parcha qolmadi Nizomiddin. Bu shartlarda kelishuvimiz o'zgardimi? Shartlar menga ko'ra o'zgardi Nizomiddin. Buni Po'lat bilan aloqasi yo'q. Qo'limdagi narsa bilan aloqali. Qo'lingda nima bor? Men bo'lmasam, Kriptex hech kimga foyda bermaydi. Yangi kulchalar bor. Kimga kulcha? Yangi kulchalar. Bitta kulcha bering. Erxan, bu qizni eslab qol. Rahmat. Arzimaydi. Bu orolda bunaqa hiddan qanday yashashadi? Bu yerni Vatikan qilisharmish. Diniy maktab ochisharmish. Sen bu foytullarni Vatikandagi Sent-Piyer maydonida yurg'izchi. Ko'ramiz birorta papa qolarmikan. Yangi kulchalar bor. Kimga kulchalar? Kulchami, kulchachimi? Qoraxonlik Kriptexni o'z o'ziga bilan ochadigan seyfga yashirgan. Kriptexni ochadigan kodli kalitni esa eng ishongan ikki odamga, ularga bildirmasdan bergan.
Nargizga. Onamni qo'lidagi tumorni ochib, kodni qo'ygan. Va qilichga kalitini bergan. Kalit deganing nima, Jonpo'lat? Qo'lidagi pichoq. Demak, o'shaning uchun artistga o'xshab oldimizda ko'z-ko'z qilarmidi? Bilgan deb o'ylamayman. Baribir artist. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Hech narsa ochilmadi-ku. Qilichni pichoqsiz ochilmaydi. Bu teshikka to'g'ri keladigan pichoq qildiramizmi? Teshik muhim emas, Salo. Pichoq muhim. Bittagina imkonimiz bor, ikkinchisi yo'q. Qoraxonlik Kriptexni menga yasattirganida men buni nima ishga yarashini bilmasdim. Xususan menga sovg'a qilgan bu pichoq Kriptexni ochadigan kalit ekanligini ham bilmasdim. Juda aqlli ish qilgan. Kalit kod bo'lmasa bir ishga yaramaydi. Kod oson. O'zi bilmasa ham kod Safiyada. Safiyada bo'lsa, qayerda? Buni aytmayman, Nizomiddin. Bu mening hayotimning sug'urtasi. Menga nega ishonmay qo'yding? Buni ishonch bilan aloqasi yo'q. Sen bir narsani izlayapsan. Men uni senga beraman. Ammo bir shart bilan. Ichida yozilganlarni o'qiyman. Albatta. Ular ikkimiz uchun muhim. Bu ishga birga kirdik. Bundan keyin ham birga bo'lamiz. Unaqada muammo yo'q. Kriptexni ochganimizda yonma-yon bo'lamiz. Kriptex po'latda qilich. Undan olish meni ishim. Qanday qilib? U menga ishonadi. Yoki meni o'lgan deb biladi. Men o'rtaga chiqqanimda o'ylanmasdan yonimga keladi. Men uni ko'ndiraman. Iloyim. Demak, Qoraxonli mana shu pichoqqa yashirgan ekandi. Katta odam edi. Bunga shubha yo'q. Po'lat bilan qachon aloqaga chiqasan? Bugun Juda soz. Senga rad qilib bo'lmaydigan taklif bersa-chi? qanaqa? Masalan, meni o'ldirishni. Bu nima berishingga bog'liq. Endi faqat Po'lat va men bor. Og'a, salonda hech narsa yo'q. Qanaqasiga yo'q? Yo'q deganim, yigitlardan biri Biri geldi. xo'jayini bilan keldi. Öbürünü Erhan takip. Narigisini Erkan kuzatish kerak edi.
Bu jiyanim tushunmayapti, eshitmayapti deb bechorani otmasin. Garibanı sıkmasın. Qanaqa bechora halo, ularni odami. Oldinlari birortasini ushlab, qo'l oyoqni sindirib, tilanchi qilishardi. Ular qanday qilib soqov qilishadi tushuna olmadim, Jon Po'lat. Halo, meni tobutga solib Suriyaga yuborgan odamni kar ham qiladi, dilsiz ham, ko'r ham. Ey Xudo, o'zing asra. Jonon xonim qayerdaligini bilmayman dedim-ku. Bilmasang nega bu yerda o'tiribsan? Sen qanaqa kotibasan? Beyafandi, qo'riqchilarni chaqirishga majbur qilmang. Sen ham meni bu yerni yoqishga majbur qilma. Jonaxonim kelsa yo qo'ng'iroq qilsa, men so'raganimni ayt, xo'pmi? Ilonni inidan sut so'rayapmiz. Aqlingga balli. Mashinadan chiq, chiq. Ma ol. Hech kimga to'g'rilama, ichida o'q yo'q. Aniq ko'rdim, Po'lat og'a. Qanaqa odam edi Erxon? Uni ko'rmadim og'a. Yana nima ko'rding? Qani gapir. Bularni orasida yashirin kod mana shu. Nizomiddin oyoq tozalatishga boradi. Bu odam xabar beradi, keyin uchrashishadi. Aniqmi Erxon? Ha, og'a. Oroldagi manzilni oldingmi? Oldim og'a. Juda soz. Raisni oldiga borib kimga yashaydi deb Qo'ysangchi. so'ramoqchi edim, ammo so'ramadim. Bilintirmaslik uchun. Aferin koçum. Barakalla. Memati bilan Abdulhay ham kelishsa-da, bu ishni tugatsak. Po'lat og'a. Bittasi nega jimsan deb urgan bo'lardi, narigisi undan battar. U yerdan kulchayib qaytardi. Jon Po'lat. Bizni guruhdan ham bittasi karsoqov bo'lishi kerak. Ko'p gapiradiganimiz bor. To'g'ri aytasiz, tog'a. Eshitdingmi, Nevzat? Sen aytyaptilar, Erxon. Men hech narsa eshitmadim, ko'rmadim. Hikmat jononni topdimikan? Hozir bu yerda Po'latning Ali ekanligini aytish, ammo aytmasam ham bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Nima bo'ldi, Hikmat og'a? Yo'q, bu qiz hech qayerda yo'q. Hech qayerda. Hikmat og'a, Eshitaman singlim. Po'lat nima dedi? Nima haqida? Men haqimda. Seni so'radi, nima ham derdi, Elif? Ahvolimni ko'rdimi?
Operatsiyaga ham kirdi. Ruxsat bermasangiz bo'lardi. Po'latgami? Meni bu ahvolda ko'rishini istamasdim. Menimcha uni ahvolini ham ko'rishni istamasding. Oyim aytdilar. Yarador ekan. Asl yarasi Nega to'xtading? Yok bir şey. hech narsa. Xudo xohlasa yana keladi, seni ko'radi. Keladimi? Bu safar qo'lga tushadi. Qo'lga tushmaydi. Nega qo'lga tushsin? Meni ko'rishini istamayman. Ko'ramiz. Jonon, tezda menga qo'ng'iroq qil. Aslo ofisga borma. Qayerda bo'lsang ham menga qo'ng'iroq qil. Elifga bir narsa qilgan bo'lmasin. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublash studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husamuddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.